Xalqimizda isiriq solish bilan bog'liq bir ibora bor. Isiriq solishni ko'pincha ko'z tegmasin, suqlar kirmasin degan ma'noda ishlatishadi. Lekin aslida bu qadimda va o'rta asrlarda asosan bojxona tovarlariga ishlatiladigan bir o'ziga xos qoida bo'lgan. Unga ko'ra bojxonadan olib kirilayotgan tovarlarga isiriq solinib, u dimlangan. Bundan turli vabo, virus yoki ayrim hasharotlar, mayda hasharotlarni kirib kelinishining oldini olishgan. Shu yo'l bilan shaharlar, viloyatlar, davlatlar o'rtasida va ulardan o'tiladigan savdo karvonlari orqali o'tiladigan ma'lum bir yuqumli kasalliklarni oldini olish maqsadida isiriq solganlar va bu solingan isiriq bir necha kun dimlab qo'yilgan. Buning natijasida esa o'sha virus yoki mayda hasharotlar o'ldirilgach, keyin bojxonadan bu tovarlar olib o'tilgan. Isiriq solish iborasining mazmunining mohiyati aslida shunday.